Xayrlı günler. Endi mana bu arada bizga konsertlarni ko'chirishga majburiy bo'lamiz. Koronavirus orqasida dunyoda turli hollar bo'lar. Bizga endi ko'p so'rovlar keladi, yozalar Instagramda da konsert arag'iz bo'ladimi deb. Biz bilgan informatsiya bo'yicha bizga yetakchilik, shaharning yetakchiligi shaltiratib turib, qizg'anish Tuban Kamada, Shollada, Almatda bo'lsa konsert arag'iz may oyina ko'chiriladi. 11 mayda bo'lacak bizning Almat neftchi, 12-13 mayda bo'lacak Sholla Sarasadikova, 14-15 mayda bo'lacak endi Tuban Kamada. Boshqirdistonda konsert arag'iz To'ymaz Oktyabrskiyda bo'lacak. Chunki Boshqirdistonda 1000 o'rinli zallarga qadar zallarda konsert qo'yirga yo'q degan ukaz kelgan. Tataristonning boshqa rayonlari bo'yicha bizning informatsiya yo'q, lekin postlarimizda qo'yib turibmiz. Yaratgan tomoshachilarimizni har vaqt xabarda turibmiz. Shunga ko'ra bir